Ikkinchi qavatdan uy so'rayotganmiz. Unda videoni oxirigacha ko'ring. 5 qavatli yangi planirovka uylarning ikkinchi qavatida 2 xona 3 xona qilingan skvoznoy kvartirani sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Bu birinchi xonasi. Uy jidkabo'y holatida, zarur jihozlaringizni olib kirib yashashga tayyor holatda. 6 metr verandasi joylashgan 3 xonaga o'zgartirilgan. Bu yer tashqaridan kirish qismi, koridor, bu yerda kladovkasi ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomon esa ikkinchi xonasi. Romlari akfa romlarda. Hojatxona, vannaxonasi ham alohida ko'rishingiz mumkin. Va bu tomon esa oshxonani o'rni 3-xona qilib qo'yishgan. Oshxona esa 6 metrli verandaga ko'chirilgan. Romlari akfa romlarda. Do'stlar, uyni qisqacha tanishtirib o'tdik. Manzilga keladigan bo'lsak, Kirgilida, Gulshan yaqinida joylashgan 5 qavatli yangi plan uylarda ikkinchi qavatda skvoznoy 2 xona 3 xonali kvartira. Narxi esa $26,000. Albatta, ozroq kamroq. Qiziqqanlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Like bosib, do'stlarga ulashib qo'yishni unutmang. Sizlarga eng yaxshilarini istab davom etamiz.